Assalamu alaikum, hurmatli No'xat Qor 24 kanalının katılışları. Bugün günge 26 dekabr 2022 yılı düşenbe kundagi sizlerмен valyutalarмен tanıştırabız. Bizden alısıga like, boş komentar жазып qo'yinglar, negativ жазыңlar, hurmatli tuğanlar. Azık kurslar qanday qoldi ekan, şol жерден ma'lumot olamiz. Hurmatli tuğanlar, sal rubl ko'tarilibdi bu yerda. 85 so'm 50 tiyin dollar, 90 so'm 30 tiyin euro, 1 so'm 22 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, kompaniyam bankda shonday. Hurmatli tuğanlar, hozir Finkabankka keldik. Finkabankda 85 so'm 70 tiyin dollar, 90 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 21 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, bu yerda rubl arzon ekan. Hurmatli tuğanlar, hurmatli tuğanlar, biz hozir Ekoslombankka keldik. Ekoslombankda 85 so'm 70 tiyin dollar, 91 so'm euro, 1 so'm 22 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, bu yerda rubl biraz qimmatroq ekan. Hurmatli tuğanlar, hurmatli tuğanlar, shu bilan No'xat Qor 24 kanali sizlar bilan vaqtincha qo'shiladi. Sog' salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Herkese tinchlik, jon omonchilik bo'lsin. Obeddan keyin qanday bo'lib qoldi ekan, shu yerdan davom beramiz. Obeddan kurslar qanday bo'ldi? Biz hozir barcha banklarni ko'rdik. Barcha banklarda 21-22 ekan. Shunday ele. Ko'rishga tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Var bo'linglar, hurmatli No'xat Qor 24 kanali katılışları.